Tongga ta'rif, metal maslar, B test mashqlari. Mendeleyev kimyo asoslarining 6-nashrida kitobxonlarga yangi kashf etilgan va ajoyib xoslarga ega bo'lgan gaz to'g'risida quyidagi hikoya qiladi. Uzoq vaqtlardan buyon bizga yaxshi ma'lum bo'lgan havoni tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi moddalar qatoriga 1894-yil yozida o'tkazilgan ajoyib tekshirish natijasida azotga o'xshash bo'lgan inert gazni qo'shib qo'yish kerak deydi. Bizga kerak bo'ladigan joy mana shu joy. Kerak joyini belgilab ketaylik. Mana bizga kerakli joy. Tekshirish o'tkazilganda azotga o'xshash inert gazni qo'shib qo'yish kerak debdi. Bu gaz azotni zichligi tekshirilganda aniqlandi. Bu vaqtgacha bu gaz azot bilan birgalikda aniqlanar edi, chunki evdiometrda u yo vodorod bilan yoki havo tarkibini tarozida o'lchash orqali aniqlashda mis bilan birikmaydi va shu sababga ko'ra u azot bilan birga qoladi. Bu gazni azotdan ajratishga asos bo'lgan reaksiyada yuqori temperaturada qizdirilgan magniy azot bilan birikadi. U gaz yutilmasdan qoladi. Azotga nisbatan taxminan 1,5 marta kattaroq zichlikka ega. Demak, bizga yana kerak bo'ladigan narsa azotga nisbatan taxminan 1,5 marta kattaroq zichlikka ega bo'lgan. Demak, u deyapti azotni 3 ta atomni polimeri emasmi deyapti. Ya'ni 3 ta atomni polimerlanish natijasida hosil bo'lgan emasmi deyapti. Bu qanday gaz? Uni tarkibi va xoslarini qanday birikmalar hosil qiladi va unga qanday nom berish kerak? Hozircha hech narsa ma'lum emas, chunki u endigina kashf etildi. Masalada esga olingan gazning havodagi hajmiy ulushi 0,91% bo'lsa, uni nomini va havodagi massa ulushini aniqlang debdi. Xo'p. U inert gaz. Azotning 3 tasiga polimer taxminan deyapti. Shu joydan foydalanamiz. Xo'p, 3 ta azotning massasi, ya'ni molar massasini 28 da 1,5 ga ko'paytirib topsagan bo'laveradi. Chunki azotdan 1,5 marta zich deyapman, taxminan 1,5 marta kattaroq zichlikka ega yoki 3 ta azot deyapti. Shundan foydalansak ham bo'laveradi. 14 kara 3 qilsak, uni taxminiy molekulyar massasiga chiqadi. 42. Endi bu 42 ligidan xulosa qilib taxminan deyapti. 42 atrofida molekulyar massasi 42 atrofida bo'lgan gaz bu argon. Argonning haqiqiy massasi esa 40 haqiqiy molekulyar massasi. Shunga ko'ra uni hajmiy ulushida massa ulushini topib olish mumkin. Massa ulushini topish uchun hajmiy ulushni ana shu gazning molekulyar massasiga ko'paytirib, ya'ni qaysi gazni hajmiy ulushi berilgan bo'lsa, molekulyar massasiga ko'paytirib, o'rtacha molekulyar massaga bo'lib qo'yilsa, gazni massa ulushiga chiqadi. Xo'p, hajmiy ulushi 0,91. Ko'paytiramiz. Molekulyar massasi 40. O'rtacha massa 29. Endi buni biroz yaxlitlab taxminiy javob chiqarib olsak bo'ladi. Bizda kalkulyator yo'q paytda 0,91 ni 40 ga ko'paytirib 29 ga bo'lish kerak. Buni 0,9 deb olaylik. 0,9 ni 40 ga ko'paytirib 30 ga bo'lish kerak deb olaylik. 30 bilan 40 bir-biriga 4 ga 3 nisbati. 0,9 4 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsak 1,2 chiqadi taxminan. Variantlarga qaraydigan bo'lsak, argon mana hajmiy ulush, massa ulushi 1,26 degan variant bor. Demak, mana bu amallar bajarilganda 1,26% ga chiqadi. Bu formulada siz hajmiy ulushni oddiy bir nechida qo'yadigan bo'lsangiz, ulush qo'yadigan bo'lsangiz, massa ulushi ham ulushda kelib chiqadi. Hajmiy ulushimiz foizda bo'ladigan bo'lsa, massa ulushimiz ham to'g'ridan-to'g'ri foizda kelib chiqadi. To'g'ri javobimiz D. Xo'p, ana endi to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi savolga o'tib ketamiz. Ikkinchi savol. Azot atmosferasida 2 grafit
orasida elektr yoyi razryadi o'tkazilganda yoy massasi 56 grammga oshdi va gaz hajmi 50% kamaydi. Reaksiyaga kirishmagan azot hajmini hisoblang dedi. Xo'p, demak, azot atmosferasida grafik o'tkazilganda ditsion hosil bo'ladi. Azot atmosferasida grafikdan elektr yoyi o'tkazilgan razryad o'tkazilgan. Ditsion hosil bo'ladi. Xo'p. Demak, reaksiyaga kirishgan gaz 56 gram bu azotning massasi. Ma'lum bo'lyapti. Endi 56 gram va gaz hajmi 50% kamaydi degani gazning 50% reaksiyaga kirishibdi. Buni qarang, 56 gram azotimiz uni 50% ni tashkil qiladi. Demak, 50% qancha? 56 gram 50%. Endi, ya'ni bu 50% ni topishimizdan maqsad 50% ga kamaydi mana bu reaksiyaga kirishgani, mana bu 50% reaksiyaga kirishmagani. Reaksiyaga kirishgani ham 50 gram, reaksiyaga kirishmagani ham, reaksiyaga kirishgani 56 gram, reaksiyaga kirishmagani ham 56 gram ekan. Hop, bu yerda reaksiyaga kirishmagan azot hajmini toping deyapti. Hop, azot 28 gram buni molekulyar massasi. 28 grami 22,4 litrni tashkil qiladi. 56 grami qancha hajmni tashkil qiladi desak, 44,8 litrni tashkil qilishi ma'lum bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Endi 3-savol. Bertolli tuzi va kaliy permanganatdan iborat 806 gram aralashma parchalanganda 156,8 litr gaz ajralgan bo'lsa, hosil bo'lgan aralashmadagi kaliy xloridning miqdorini aniqlang dedi. Demak, Bertolli tuzi bilan kaliy permanganatni parchalaymiz. Bu Bertolli tuzi parchalanish. Endi kaliy permanganat. Ko'payamiz. Endi mana shu ikkala gaz birgaligi 806 gram ekan. Ikkala gazdan hosil bo'lgan ikkala tuz birgaligi 806 gram ekan. Ikkala tuzdan hosil bo'lgan kislorodimiz 156,8 litr ekan. Xo'p, bu yerga masalaga x va y koeffitsient berib olib, x va y koeffitsient berib olib, ikki noma'lumni tenglama yordamida ishlasak bo'ladi. Mana buni massasi, reaksiyada qatnashayotgan massasi 245 gram. X koeffitsient qo'yganimiz uchun 245 ni x ga ko'paytirsak 245 x gram bu gazdan qatnashadi. Hop, kaliy permanganatning reaksiyadagi massasi 316 gram. Y koeffitsiyentni ko'paytiradigan bo'lsak 316 y gram qatnashadi. Endi 245 gramga 3 mol kislorod proporsional bo'lsa, 245 x ga 3x kislorod proporsional bo'ladi. 316 gram kaliy permanganatga 1 mol kislorod proporsional, 316 y ga y mol kislorod proporsional. Endi kislorodni moliga o'tib oldik. Ajralib chiqqan kislorod hajmini ham molga o'tkazib olishimiz kerak. Xo'sh, 156 litr. Uni miqdoriga o'tkazamiz. 156,8 litr bo'lingan 22,4 litr teng 7 mol bo'ladi. Mana bizda ikki noma'lum tenglama uchun 3x mana bu yerda plus y teng 7 mol. Mana bu gazlar
241 nima? Tuzlar. 245 x plus 316 y teng 806 gram. 806 gram. Bu yerda tenglamalar sistemasida biz kaliy xloridni miqdorini topishimiz kerak. Shuning uchun y ni qisqartiramiz. Y qisqarish uchun tepadagi tenglamani 316 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, 316 ga ko'paytirsak, bu 316 ga ko'paysa, aniq 316 y chiqadi. Xo'p, endi 316 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 316 ni 3 ga ko'paytirsak, demak 300 ko'paysa 948 ekan. 948 x plus 316 y. Xo'p, 316 ni 7 ga ko'paytiramiz. Xo'p, 307 ga ko'paytirsak, 2100. 16 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 112. Qo'shib olsak 2212. Demak, 2212 ga. 2212. Endi bundan buni ayiramiz. Ayirganimizda ayirganimizda 316 y bilan 316 y qisqarib ketadi. Bundan buni ayiradigan bo'lsak, demak 8 dan 5 ayrilsa 3x, 4 dan 4 0 olib ketadi, 9 dan 700 3x teng 2212 dan 806 dan ayiradigan bo'lsak, 1406 chiqadi. Demak, 703 ni x ga ko'paytirsa 1406 bo'lyapti. Demak, x'imiz 2 ga teng. X'imiz 2 ga teng. Demak, x 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kaliy xloridni mana bu yerdagi miqdorini topish uchun pastiga reaksiyada ishtirok etayotgan 2 mol yozib olamiz. Bu yerdagi kislorod miqdorini yozib olishimiz kerak. X'imiz 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 3x'imiz 6 ga teng bo'ladi. 6 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lib qo'yamiz. Bu yerda 4 mol kaliy xlorid hosil bo'lgan. To'g'ri javob D. Endi 4-savol. 1 mol vodorod sulfiti yonganda ma'lum hajm sulfit angidrid va 1208 gram 608 hosil bo'ldi. Yonish jarayonida sarflangan kislorod miqdorini toping debdi. Hop. Birinchi reaksiyasini yozib olamiz. Vodorod sulfit yondi. Natijada ma'lum hajm sulfit angidrid va 608 hosil bo'ldi. Mana shu ma'lum bo'lgani uchun birinchi shu reaksiyani yozib olamiz. 8 ni qo'yib hisoblasangiz ham bo'ladi, qo'ymasdan hisoblasangiz ham bo'ladi. Negativ fikrlar o'tmasligi uchun 8 ni qo'yib yozamiz. Bu yerga 8, suvni oldiga ham 8, kislorod oldiga 4 tushadi. Bu yerda endi 12,8 gram 6 hosil bo'lgan bo'lsa, shu orqali vodorod sulfitni qanchasi 6 hosil qilib yonganligi va bu yerda sarflangan kislorodni topib olsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda 8 mol, bu yerda 4 mol, bu yerda 6 massasi 32, 32 ni 8 ga ko'paytirib yozish kerak. 32 ko'paygan 8 gram. Endi shunga proporsiya qilish kerak. Hammasi mana bu joydagi raqamlar 8 ga bo'linadi. 8 ga bo'linsa 1, 4 8 ga bo'linsa 0,5 mol. 32 ko'paytirilgan 8 imiz 8 ga bo'linsa 32 gram. Ana endi
diagonalda proporsiyani amalga oshirsak bo'laveradi. 1 ni 12/8 ga ko'paytirib 32 ga bo'lishimiz kerak. 12/8 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsak 0,4 0,5 ni 12/8 ga ko'paytirib 32 ga bo'lishimiz kerak. Demak 0,5 12/8 ga ko'paysa 6,4, 6,4 32 ga bo'lsak 0,2. Buni ham proporsiya qilib aniqlaylik. Demak bu yerda birinchi oltin gut hosil qilib yonish jarayonida 0,2 mol kislorod sarflanganligini topib oldik. Va 0,4 mol oltin gut hosil qilib yonganligini ham topib oldik. Jami 1 mol edi. 1 dan 0,4 ni ayirib yuboramiz. 0,6 mol vodorod sulfidimiz sulfid angidrid hosil qilib yongan. Bu yerda bu joyga 2, bu joyga 2, bu joyga 2 kalsiyum tushadi tenglashganda. Hop, demak 0,6 mol vodorod sulfidimiz sulfid angidrid hosil qilib yongan. Proporsiya qo'yamiz. 0,6 mol. Endi kislorod bilan 2 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishyapti. 0,13 jarayonda sarflangan kislorod miqdorini toping. 0,13 kislorod oldida kalsiy bor, 3 kalsiy. Kislorod tenglashtiramiz. 3 mol. 0,6 mol, demak 2 moldan 3 mol hosil bo'lsa, 0,6 moldan qancha? Hop, buni ko'paytirsak 1,8 2 ga bo'lsak 0,9 mol bo'ladi. 0,9 mol. Demak, endi 0,9 molga mana bu joydagi 0,2 molni qo'shib qo'ysak, jami sarflangan kislorod chiqadi. 0,2 plus 0,9 teng 1,1 mol kislorod. Hop, endi 10 ta masalani bitta videoga sig'diraman deb shoshilib mana bu yerga 3 kalsiyni qo'yish esdan chiqib qoldi. 1,1 mol azob. Keyin 5-inchisi 1 gram toza aspirin yonganda 1,96 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Aspirin va magniy gidroksiddan iborat 2 gram tabletka yonganda 1,8 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Bu tabletkaning necha foizi aspirindan iborat. Ve bu yerda chalg'itish uchun qo'shilgan bu magniy gidroksidimiz, ya'ni aspirindan hosil bo'lib, aspirin yonishdan hosil bo'lgan karbonat angidrid magniy gidroksid bilan ta'sirlashib ketadi degan fikr kesin deb qo'shilgan bo'lsa kerak endi. Magniy gidroksid bilan karbonat angidrid birikib magniy karbonatga aylangan yoki magniy gidrokarbonatga aylangan taqdirda ham shu yonish jarayonida parchalanib magniy oksid va karbonat angidridga ajralib ketadi yoki yonish jarayoni o'zida magniy gidroksidimiz magniy oksid va suv bug'lariga aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Bir dona proporsiya orqali bu masalani ishlab qo'ysak bo'ladi. 1 gram toza aspirinda 1,96 gram karbonat angidrid chiqdi. Demak 1 gramidan 1,96 gram karbonat angidrid chiqyapti aspirinda. Endi 2 gram tabletka yonganda 1,8 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Demak 1,8 gram karbonat angidrid hosil bo'lgan bo'lsa, aralashmadagi aspirinni topolsak bo'ladi. O 1 da 1,8 ga ko'paytirib 1,96 ga bo'ladigan bo'lsak 0,92 chiqadi. Mana bu aspirin aralashma tarkibidagi. Hop, aralashmamiz 2 gram edi.
2 grammimiz 100%. 0,92 grammimiz necha foiz desak 46% kelib chiqadi. Sajjod. Oltinchi masala. Kaliper manganat xlorid kislotasi reaksiyaga kirishdi. Manganez xlorid, kaliy xlorid, xlor suv reaksiyasida xlorid ionining qancha qismi qaytarilish mahsulotlari bilan bog'lanadi. Demak, qancha qismi qaytarilish mahsuloti bilan bog'lanishini topishimiz kerak. Ketdi. Birinchi reaksiyani yozib olamiz. Reaksiyani o'rniga tenglashtirib qo'ydik. Yozib olamiz. Ketdi. Reaksiyani yozib oldik. Endi oksidlanish darajasi o'zgarayotgan elementlarni aniqlaymiz. Bu -1 dan 0 ga o'tyapti. Mana bu yerda, mana bu yerda -1. Marganezimiz +7 dan +5 ga o'tyapti. +2 ga o'tyapti. Xo'p, marganez 5 ta elektron olyapti. Xlorimiz bitta atomi 0 ga o'tish uchun bitta elektron berib beryapti. Agar molekula bo'yicha hisob bergan bo'lsak, bitta molekulasida ikkita atom bor, ikkita atom bittadan bersa, ikkita elektron berib beryapti. Bu 5 elektron olyapti. Olingan va berilgan elektronlar sonini tenglashtirish kerak. 5 bilan 2 bir-biriga qoldiqsiz bo'linmaydi. Shuning uchun bularga umumiy ko'paytma topamiz. 5 bilan 2 uchun umumiy ko'paytma 10. Ya'ni oksidlovchi va qaytaruvchi 10 tadan elektron oldi berdi qilgan bo'lishi kerak. Marganez 10 ta elektron oldi berdi qilish uchun bizga ikkita marganez atomi kerak. Shuning uchun marganez qatnashgan joyga 2 kalsiyum qo'yamiz. Endi xlor esa 10 ta elektron bergan bo'lishi kerak. 10 ta elektron bergan bo'lish uchun xlor molekulasida 10 ta xlor atom bo'lishi kerak. Bu yerga 5 kalsiyum qo'yib olamiz. Mana bu yerga 10 qo'ymaganimiz sababi oksidlanish qaytarilishda qatnashmagan xlorlar ham bor. Kaliy tenglashtirish uchun mana bu yerga 2 qo'yamiz. Endi mana bu yerga kalsiyum kelib chiqadi o'z-o'zidan. 2 ga 2 4, 2 ni qo'shsak 6, mana bu yerda 10 ta bor, demak bu yerga 16 kalsiyum tushadi. 16 kalsiyum. Suvni oldiga 8 kalsiyum tushadi. Kislorod 8 ta. Teng bo'ldi. Endi reaksiyada xlorid ionining qancha qismi qaytarilish mahsuloti bilan bog'lanadi. Demak, qaytarilish mahsuloti mana marganez +2. Shunga 4 tasi bog'lanyapti. Jami nechta edi xlorid? 16 ta. Demak, 16 dan 4 tasi. 16 dan 4. 16 dan 4 degani 4 dan 1 qismi degani. To'g'ri javob 1. Xo'p, 7-savol. Ushbu reaksiyadagi oksidlovchi tarkibida kislorod 18 bo'lib, ushbu jarayonda 11,2 litr xlor olingan bo'lsa, hosil bo'lgan suv massasini aniqlaydi. Demak, suv tarkibidagi kislorodimiz mana bu yerda kislorod 18 ekan, suv tarkibida ham kislorod 18 bo'ladi. Reaksiyani yozib tenglab olamiz. Bu yerda marganez +6 dan +2 ga o'tyapti. Xlor -1 dan 0 ga o'tyapti. Endi marganez +6 dan +2 ga o'tish uchun 4 ta elektron olish kerak. Xlor
bitta atom bitta berilyapti, molekulasida ikkita qatnashganligi uchun bu mana shu molekula holatiga o'tish uchun ikkita elektron berib o'tadi. Demak, 2 bilan 4 bir-biriga tenglashtirish kerak. 2 bilan 4 bir-biriga tenglash uchun mana bu 4 elektron olayotgan marganis oldida 1 karslik bo'ladi. Xlorni oldida 2 karslik bo'ladi. Xlor molekulasini oldida. Chunki mana bu yerda bundan oldingi masalada aytib o'tganimizdek, oksidlanish katalizida qatnashmagan xlor atomlari ham bor. Kaliy 2 ta, mana bu 2 karslik qo'yamiz. Endi sanasak bo'ladi. Bitta xlor 2 ta, bitta 2 ta, 4 ta bo'ldi. Bu bilan 8 ta bo'ldi. Mana bu yerga 8 karslik tushar ekan. Suvni oldiga 4 karslik tushadi. Ana endi berilgan narsa 11,2 litr xlor olindi deyapti. Mana bu xlorimiz 11,2 litr. Suv massasini hisoblang. Suv massasini hisoblaymiz. Qatnashayotgani ikkitasi 44,8 litr bo'ladi. Endi suv tarkibidagi kislorod 18 lik edi mana. Kislorod 18 edi. Ikkita vodorodimiz 1 grammdan 2 gramm, kislorodni qo'shadigan bo'lsak 20 molekulyar massasi. Mana shu massasi 20 ga teng. 20 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 80 gramm suv chiqadi. 44,8 litr xlor bilan birgalikda. Endi 11,2 litrdan qancha chiqadi deydigan bo'lsak, bu 4 ga 1 nisbatda 20 gramm suv chiqadi degan javob bo'ladi. To'g'ri. 8-savol. Bu ham oksidlanish katalizga oid ekan. Ushbu reaksiyada 0,4 mol xlor gazi va 16 gramm suv hosil bo'ldi. Oksidlovchi tarkibidagi kislorod izotopini aniqlang. Demak, suvning massasi berilgan, xlor gazining moli berilgan. Proporsiya orqali suvning molekulyar massasini aniqlash mumkin va undagi kislorod atomini qaysi izotop ekanligini aniqlash mumkin. Birinchi o'rinda buni yana tenglab olamiz. Bu plus 4 dan plus 2 ga o'tyapti. Bu minus 1 dan 0 ga o'tyapti. Plus 4 dan plus 2 ga 2 elektron olib o'tadi. Minus 1 dan 0 ga bitta elektron berib o'tadi. Molekulada ikkita atom qatnashgani uchun bu ushbu molekulada demak molekula holatiga o'tganda ikkita elektron berilgan deb qaraladi. Xo'p, ikkita elektron oldi, ikkita elektron berdi bo'lyapti. Mana shuning uchun marganes qatnashgan joyga 1 karsing, xlor molekulasiga 1 karsing qo'yamiz. Shundan xlorlarni sanab chiqarib olsak bo'ladi. Vodorod qilyapti oldi karsing, ikkita, bu yerda ham ikkita 4 karsing bu yerga tushadi. Endi 4 ta vodorod bo'lish uchun suv oldiga 2 karsing tushishi kerak. Endi xlor gazini miqdori berilgan 0,4 mol. Tepasiga yozib oladi 0,4 mol. 1 mol. Shu 0,4 molda 16 gramm suv chiqdi deyapti. 16 gramm suv chiqdi. Molekulyar massasi 2x qilib ikkita suv qatnashganligi uchun 1 ni 16 ga ko'paytirsak 16, 16 ni 0,4 ga bo'ladigan bo'lsak 40. Endi x'imiz teng 20 gramm taqsim mol. Buni molar massasi. Bu molar massasi 20 bo'ladigan bo'lsa, 20 dan mana bu 2 ni ayirib qo'ysak, vodorodni massasi, kislorodni necha izotop ekanligi kelib chiqadi. Kislorod 18 izotop ekan. To'g'ri javob D. Hop, 9-savol.
Natriy yodidni kislotali sharoitda oksidlash uchun konsentratsiyasi yarim mol taksimetr bo'lgan kaliy permanganat eritmasidan qancha millilitr kerak deb. Demak, yarim molyali kaliy permanganatdan qancha kerak 30 gram natriy yodidni kislotali sharoitda oksidlash uchun. Demak, natriy yodid kislotali sharoitda kaliy permanganat bilan oksidlanadi. Kislotali sharoitda. Bu holatda kislotali sharoitda marganiz +7 dan +2 ga o'tadi. Marganiz 2 sulfat hosil bo'ladi. Natriy va kaliylar ham sulfat tuzlariga aylanib ketadi. Masalan, natriy sulfat plus kaliy sulfat plus marganiz 2 sulfat plus yod plus suv ham hosil bo'ladi. Endi reaksiya tenglaymiz. Bu yerda o'zgarayotgani aniq endi yod modda tarkibidan oddiy moddaga o'tyapti. -1 dan 0 ga o'tgan. Marganiz +7 dan +2 ga o'tyapti. Qolgan atomlarda oksidlanish darajalari o'zgarmaydi. Yerda +7 dan +2 ga 5 elektron oladi. Yod -1 dan 0 ga molekulyar holatiga o'tganligi uchun 2 elektron beradi. 2 bilan 5 uchun 10 ga ko'paydi, 10. Demak, marganiz oldiga 2 kalsiyum, yod oldiga 5 kalsiyum. Endi bu yerda 5 kalsiyum tushgandan keyin mana bu yerda 10 ta yod atom bo'lishi kerak. Har bittasi bittadan bersa 10 ta yod atomi 10 ta elektron beradi. Endi marganiz bu tarafda ham ikkita qilib olishimiz kerak. Xo'sh, kaliy ikkita teng, natriyimiz 10 ta bo'lishi uchun mana bu yerga 5 kalsiyum tush kerak. Xo'p, endi navbat oltin gugutlarga. Oltin gugutimiz bu yerda 5 ta, 6 ta, mana bu 2 ta bilan 8 ta. Suvda olingan 8 kalsiyum tushadi. Xo'sh, endi 30 gram bilan qancha kaliy permanganat eritmasi, yarim molyalidan eritmasidan qancha hajm kerak? Xo'p, natriy yodidni 23 ga 127, 150. 150 ni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1500 gram bo'ladi. 1500 gram. 2 mol kaliy permanganat bilan ta'sirlashyapti. Buni molini topib olish uchun, eritmani hajmini topish uchun. 300 grammi, 30 grammi qancha kaliy permanganat bilan deb proporsiya qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda 30 ni 2 ga ko'paytirsak 60, 60 ni 1500 ga bo'ladigan bo'lsak mol butun mol 4 mol chiqadi. Mana kaliy permanganatdan 0.04 mol kerak ekan. Endi yarim molyali eritmani qancha hajmida mavjud degan proporsiya qo'yamiz. 0.5 molimiz 1000 ml eritma ichida bo'ladi. 0.04 molimiz qancha millilitr eritma ichida bo'ladi? Proporsiya amalga oshirilsa 80 ml degan javob chiqadi. To'g'ri javobdir. Oxirgi 10-savol. Quyidagi reaksiyada sulfat kislotasi necha foizi tuz hosil qilishda sarflangan? Xo'sh. Bu yerda vodorod nima bo'lyapti? Kaliy yodid tarkibidagi yod holatiga o'tyapti.
oltin nimani sulfat kislotani ma'lum bir miqdori sulfid kislota hosil qilyapti. Endi kislotaning necha foiz tuz hosil qilishda sarflangan deyapti. Demak, bu yerda tuz ham hosil bo'lgan. Kaliy bilan birga kaliy sulfat hosil bo'lgan. Endi vodorodning ma'lum bir qismi vodorod sulfid holatida, ma'lum bir qismi suv holatida chiqqan. Reaksiyani tinglaymiz. -1 dan 0 ga o'tyapti, +6 dan -2 ga o'tyapti. Bu holatda o'zgarmagan ma'lum bir qismi bor. Demak, -1 dan 0 ga o'tganda ikkita atom uchun 2 elektron beradi, bu 8 elektron oladi. 2 bilan 8 ga umumiy ko'paytma 8. Demak, mana buni oldiga 1 kalsiy tushadi. Yod molekulasini oldiga 4 kalsiy qo'ysak, 4 kara 2 bo'lib, demak 8 ta bo'ladi. 8 elektron berdi, 8 elektron oldi bo'lyapti. Bu yerda yod atomlarini ham 8 ta qilib qo'yishimiz kerak. O'z-o'zidan kaliy 8 ta bo'lib ketdi. Mana bu yerga 4 kalsiy tushadi. Ya'ni endi oltin yuklarni tenglashtirish mumkin. Xo'p, oltin yuklarimiz bu yerda 4 ta, bu yerda bitta qatnashyapti, demak 5 molekula sulfat kislota qatnashgan. Endi vodorod 10 ta, mana bu yerda endi 2 dan ayirib oladigan bo'lsak, bizga yana 8 ta kerak, bu yerga 4 kalsiy tushadi. Kislorodimiz bu yoqda 20 ta, 4 kara 5imiz. Bu yoqda 4 kara 4 16, bu yerda 4 qo'shsa 20 ta. Reaksiya teng bo'ldi. Xo'p, reaksiyada sulfat kislotaning necha foizi tuz hosil qilishga sarflangan? 5 mol sulfat kislota sarflangan. Undan 4 mol kaliy sulfat holatiga o'tyapti. 5 molimiz 100% reaksiyada qatnashgan. 4 mol tuz hosil qilishga sarflanyapti. Bu qancha desak, 80% bo'ladi. To'g'ri javob D. E'tiboringlar uchun rahmat.